Qaynonasini o'ldirib, jasadini chamadonga joylagan kuyov qo'lga olindi. Janubiy Koreyaning Daegu shahrida dahshatli jinoyat sodir bo'ldi. Kuyov qaynonasini o'ldirib, xotini bilan birga jasadini chamadonga solib daryoga tashladi. Bu haqda REN-TV xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 50 yoshli ayol qizi va kuyovi bilan yashash uchun ularning uyiga ko'chib kelgan. 20 yoshli kuyov esa qaynonasini yoqtirmay, bir necha oy davomida uni muntazam ravishda kaltaklab kelgan. Oxir-oqibat ayolning shovqinli va tartibsiz xulqini bahona qilib, kuyov uni 2 soatdan ortiq urib, tepib, qiynagan va ayol ko'plab jarohatlar olib vafot etgan. Shundan so'ng erkak jasadni chamadonga joylab, ko'cha bo'ylab sudrab borgan va daryoga uloqtirgan. Bu jarayondan uning xotini ham yonida bo'lgan. Jasad topilgach, politsiya tergov boshlagan va er-xotin qo'lga olingan. Erkak jinoyatini tan olgan.